Mansur naql qiladilar. Bir kuni bir odamdan eshitdimki, falon bir shaharda bir temirchi bemalol qizigan cho'g'larni, temirlarni ushiydi, qo'li hech kuymaydi. Sababini hech kimga aytmaydi. Shu dunyoda qo'li o'tda kuymayotgan, cho'g'da kuymayotgan insonni ko'rish va uni sababini bilishni juda xohlab qoldim deydilar. O'sha shaharga keldim. Haqiqatan o'sha temirchini ustaxonasini ko'rib, bemalol cho'g'larni ushab bukib, qo'li o'tda kuymayotganini ko'rib hayron qoldimda va insonga o'zimni tanitdim. Uylariga olib kirdilar. O'tirdik. Birodar, bu xislat nimadan aytsangiz? Temirchi aytdi, zamonamning ulug' olim peshvosi bo'lganligingiz uchun mayli bu sirni men sizga aytaman. Yosh yigit navqiron paytimda men bir go'zal qizni juda yaxshi ko'rganman. Lekin ota-onasi menga buni berishmadi. Zamon aylandi, 3-4 yil ichida men holim yaxshilandi. Ularni ahvoli tanglashib, birdan yurtga ocharchilik keldi. Ko'p odamlar ochlikdan nobud bo'ldi. Ma'shuqamni ham ota-onasi ochlikdan o'ldi. Bir kuni choy ichib tursam, eshik taqilladi. Eshikni ochsam, men ishqida kuyib yurgan qiz turardi. Birodar, bir-birda non bersangiz, nihoyatda qornim och. Men havoyi nafsga, hayvoniy hirsga berilib, men o'zimni niyatimni aytdim. Agar meni so'zimga rozi bo'lsangiz, hamma narsa bor dedim. Xudodan qo'rqaman deb ketdi qiz. Yana ertasiga juda ham tang holatda keldi. Birodar, qo'shniydik, bir-birda non bering, juda ham ahvolim tang. O'sha talabni men yana aytdim. Shunga rozi bo'lsang, hamma narsa muhayyo. Axir Allohdan uyalaman.